Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun 2025-yilda oxirgi 31-dekabr oxirgi kuni bayram. Alloh taoloning ne'mati, qor degan bu ne'mat. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taoloning rahmati, barakasi yog'ib turibdi. Xudo xolasa keladigan 2026-yil yilimiz ham shunday qorli, yomg'irli, Allohning barakasi, rahmati yog'adigan yillar kelsin. Barchalarimizni bayram kayfiyati, bayram shukuhi tark etmasin. Hammalaringizni bayram bilan kelayotgan 2026 yangi yil bilan muborakbod etaman. Barchalarimizni Allohim o'zi panohida asrab, o'zi hizmi himoyasida asrasin. Barchalaringizga rahmat. Bayramni yaxshi o'tkazingizlar.